Ассаламу алейкум, дорогие соотечественники, азиз юртошлар, yaxshimisizlar? Всем желаю мир вашему дому. Вот хочу прояснить выпущенный фейк, пришел вот в парк. Вот эти столы, стулья, которые стоят здесь для народа, приходят шахматы, нарды играют. Вот этот спортивный уголок. Вот навес нужен для чего? Вот дожди, солнце, снова у нас такая жара. Они сейчас все равно хотят снести вот эту будку. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana kecha hokimimizga kelib, ko'rib, hamma yog'i jurnalistlar ashulani buzishni aytib ketdilar. Lekin men bu butkani buzsam, narsalar va kameralar, hamma narsalarni xatga qo'ygan, yomg'ir yog'yapti. Qo'yadigan joyimiz yo'q. Mana butka olib kelib beraman deb aytdilar. Va'da og'izda va'da, shtrafni mana olib tashlasib, mashinani bersin, anta o'tiribdi, bola chaqasini boqolmaydi. Bunaqa emas endi, mana so'z bergandan keyin so'z ustidan chiqish kerak. Mana butka olib kelsa, narxini bo'shataman-da. Bizamiz shtraf olib tashlasin, olinmagan shtraf. Mana chiqdim. Qani yordamchilar, qani anaqa yo'q. Men buzmayman. Hozir nima qilmoqchi? Sizga hokim nima deb ketdi? Menga ham hokim aytdi, mana butkamni shu navigatsiya olib tashlasangiz, pastga butka olib beraman, tikka qo'yasiz, o'sha ichiga bo'shatasiz, hamma narsa o'sha yerda turadi deb aytib ketdilar. Hech kim yo'q mana. Kecha hamma kelib rasmga olgan, o'qigan, to'da yurdi. Sizga kuch ishlatib telefonlaringizni olib qo'yishdimi cho'nchagingizdan? Cho'nchagimdan shu telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi militsiya xodimlari. Men haqiqatni gapiryapman. Men xudodan Syomkaga ruxsat berdimi kecha o'tda? O'zlari yig'ishganda 50-60 ta odam bo'lib kelib. Hech qanaqa syomka bo'lgan. Boshqalardan ham olib qo'yib, telefonini olib, hammani sinikini olib, o'sha kelganlarni hammasini telefonini olib titkilashdi. Mana qani haqiqat. Mana shtraf olib tashlasin, mashinani olib kelib bersin, bir kunda biz tashlaymiz. mana endi mana shu butkada turadigan narsalar bu qilingan udobstvo uchun. Xalq o'zi chiqadi, mana shu shashliklar qiladi, barbekyular qiladi, o'zi olib kelishganmi bu qanaqa mangallar. Mana bu butka, mana fontanni оборудованиялар turadi mana. Fontanni nasosi, mana instrumentlar turadi mana. Mana posuda o'sha jitellar ishlatadigan. Mana bu kamera наблюдениямыз turadi, mana оборудованиялар turadi bu yerda. Hamma narsa hech qanaqa biznes yo'q, fake u, hammasi fake mana. Instrumentlar qanaqa bo'ldi savdo qilinadi mana shuncha joyda qanaqa savdo qilinadi. Bu hammasi fake, hokimiyat tarqatgan, asosi yo'q, doказательствоsi yo'q, kafe ochgan, ishlatgan. Bularning maqsadi shuni buzib tashlash. Bu yashil makon bo'lgandan keyin, если это яшил макон, это же делается для благоустройства парка, эта будка стоит для